har oy 300 dollardan to'lab turib 3 xonali 75 kvadratli xonadon egasi bo'lishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib tursiz, bir sidiri tushuntirib beraman. Xonadonimizdan zal qismini ko'rishingiz mumkin. Shunaqa katta, keng zal qismiga ega bo'ladi. Zalimizning o'zini balkoni ham bor. Ya'ni balkoni 1 ga 3 balkoni bor. O'zidan esa balkoniga ega bo'ladi. Bu yerda endi kreditka sifatida foydalanasiz. Xonadonimiz 75 kvadratdan iborat bo'ladi. Kiraverish eshigimizda kirganimizda bizani shunaqa keng koridor qismi kutib oladi. Chap tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizani ayollarning sevimli bo'lgan oshxona qismini ko'rishimiz mumkin. Hamma jihozlari bor, jihozlangan, choy o'tiradigan joylarigacha qilingan. Eng zo'r joyi xonadonimizning o'zini ijarasiga ham bor. Ya'ni har oy 400 dollardan ijara puli to'lab turishibdi. Agarda investorlar sotib oladigan bo'lsa, sirazi daromadga kirishadi. O'ng tomondan ko'rishimiz mumkin. Ota-onalar yotoqxonasi, ya'ni master spalnya xonadonimizning sanuzel razdeniy holatda bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana yuvinish xonamiz chiroyligini kafelardan chiqarib qo'yilgan va uni yonginasi bizani hojat xonamiz va uni yonida bolalar yotoqxonasi, tashqari qaragan oynalar, akfarom va radiatorlarga ega bo'ladi. Xonadonimizning pastida детский площадка, korzinka, havas, parkovka, hamma sharoitlari bor. Maktab bog'chalardan muammo yo'q. Ikkitalar maktabi bor. Narxi 61.900 dollar belgiladi. 16.000, 15.000, 16.000 dollar atrofida ipoteka qilib ham chiqazib beramiz. Har oy 700 dollardan ipoteka puli chiqyapti. Ya'ni 400 dollar ijarachi bersa, 300 dollar siz qo'shadigan bo'lsangiz, 10 yilda bitta xonadonli bo'lib qolasiz. 300 dollardan qo'shib turib 10 yilda bitta xonadonli bo'lib qolsangiz, bu zo'r variant. Chunki uy egalari hozir yashayotgan ijarachimizda shu dom qurilibdiki, 6 yil davomida shu yerda yashab kelarkanlar. Bundan keyin ham yana ham yashayveraman dedilar. Qiziqqanlar bo'lsa, nomer qoldiraman, tez telefon qilib qolamiz, ulgurib qolinglar. Shunaqa yaxshi variant sotadigan uylaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uyingizni tez sotishda yordam beramiz.